Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolodan madad so'rab darslarimizni davom ettiramiz. Hop, kitobimizdan 20-betga kelib to'xtagan ekanmiz. Kulli mim qoidalari. Hop. O'zi aslida buni o'tgan darsga qo'shib o'tvorsak bo'lar ekan. Bugundan madlarni o'tardik. Mayli inshaalloh. Xo'ir. Hop, kulli mim qoidalari. Ko'rib turganingizdek, kulli mimda 3 ta qoida bor ekan. Shafaviy ixfo, shafaviy idg'om, shafaviy izhor. Hop. Hop, shafaviy ixfo nima? Sukunli mimdan keyin ba harfi kelsa, mim tovushi ba tovushini ichiga yashirib g'unnali o'qiladi. O'zi ixfo o'tgan darsda o'tgandik. O'sha ixfo, o'sha sukunli nun yoki tanvin quyidagi harflarga yo'liqqanda shu harflarni mahrajiga yashirib o'qiladi deb o'tgandik. Endi shafaviy ixfo bilan ixfoni farqi, shafaviy ixfo mimga tegishli qoida. Ixfo nun sukunli nun va yoki o'sha tanvinga tegishli qoida. Tushunarli? Shafaviy degani labga oid degani. O'zi buni ham ixfo, idg'om, izhordan farqi yo'q o'zi bunday olib qaraganda. Shafaviy shu labga oidligi uchun, ya'ni mimga shafaviy desa demak mimga tegishli deb tushunasiz. Shafaviy ixfo demak mimga tegishli qoida. Ha? Shafaviy ixfo demak bitta harfda bo'ladi. Shu mim baga yo'liqqanda, sukunli mim baga yo'liqqanda mana shunaqa shafaviy qilib, nima qilib, ixfo qilib o'qiladi, mim qilib. Masalan, tarmihim bi hijaratin bo'lsa, tarmihim qilib turib, g'unna qilib bga olib kelib labingizni yopib tarmihim bi hijaratin yoki va hum bil axirat va hum bil g'unna qilib turib bni nimasiga mahrajiga yashirib o'qiysiz. Keyingisi idg'om. Idg'om nima edi? Kirg'izib o'qishida. Hop, sukunli mimdan keyin yana mim kelsa, shu birinchi mim ikkinchisi mimni ichiga kiritib g'unnali o'qiladi. Masalan, fi qulubihim maradun bo'lsa, siz buni fi qulubihim maradun deb o'qimaysizda, fi qulubihim maradun qilib turib, g'unna qilib kirg'izib yuborasiz. O'zi ikkita harf bir-biriga kirib ketganda, ikkita harf bir-biriga shunaqa yo'l qolsa, idg'om qilinadi. Bu idg'om mislayn yoki shunga o'xshash nima gaplar aytiladi. Xo'p, demak, o'zi bu qoidani tushunsak, qarang. Mimga tegishli qoidalarni umum qilsak demoqchiman. Shafaviy izhor ham o'qib qo'yaylik, qarang. Sukunli mimdan keyin ba yoki mimdan boshqa hijro harflar kelsa, ular g'unnasiz ochiq aniq talaffuz qilib o'qiladi. Misol, masaluhum kamathali. Masaluhum kamathali. G'unna ham yo'q, nima ham yo'q, oddiy ochiq aniq talaffuz qilingan. Masaluhum kamathali. Hop, hum fiha. Hum fiha. Tushunarli? Hop. Endi bu qoidalarni jamlasak, yuqorida aytganimdek, hop, mim qarang. Baga yo'liqsa ixfo qilinar ekan, ya'ni mim qilib turib. Keyin mimga yo'liqsa idg'om qilinar ekan. Bo'ldi, boshqa qoida yo'q ekan deyarli. Qolgan vaqtda oddiy mim, o'sha mim oddiy boshqa harflarda bir nima izhor qilib bilintirib o'qilaveradi. Tushunarli? Shuncha aytdim, ya'ni buni yuqorida o'zi o'tib ketsak bo'lar ekan deb. Oddiy, juda sodda. Demak, qiyinlashtirmaymiz, u 3 ta ekan, 3 ga bo'linib ketar ekan, bunaqa emas, oddiy. Demak, baga yo'liqsa eslab qoling. Baga yo'liqsa mim qilib turib g'unna qilib b ni ichiga yashirib o'qiysiz. Mimga yo'liqsa mim qilib turib nima qilasiz? Buni ham g'unna qilib o'qiysiz va qolgan vaqtda oddiy qilib, masalan, masaluhum kamathali oddiymi? Masaluhum deb o'qib ketaverasiz. Xo'p, endi mad qoidalariga o'tamiz. Mad so'zining ma'nosi ziyoda qilish, ko'paytirishdir. Tajvid ilmida esa mad deb harflarda ovozni, tovushni cho'zishga aytiladi deyiladi. Mad cho'zish, bildik, ziyoda qilish, ko'paytirish ekan. Yozilganda, demak, o'sha narsani ovozingizni cho'zib, tovushingizni cho'zib o'qishingizga mad deyilar ekan tajvid ilmida. Xo'p, mad harfi jami 3 ta. Bular, demak, aytayaptiki, o'zidan oldin fathali harf kelgan sukunli alif, demak, sukunli alif va alif sukunli kelsa, undan oldingi harf fathali bo'lsa, bu mad bo'ladi. Buni o'tgandik sizlar bilan. O'zidan oldin zammali harf kelgan sukunli vav, buni ham o'tgandik. Vav sukunli bo'lsa, undan oldingi harf dommali bo'lsa, bu demak mad bo'ladi. O'zidan oldin kasrali harf kelgan sukunliya, buni ham o'tgandik. Bu harflarni mana nu, hi, ha, nuhiha so'zda jamlangan deyapti. Ya'ni nuhiha so'zda mana ko'ryapsiz, vovdan oldin domma kelyapti, vov sukunli, ya, alif. Bu yangilik emas inshaalloh sizlar uchun. Biz bu narsalarni o'tgan edik. Endi madning turlari. Madning turlari 2 xil bo'lar ekan, asli va far'iy. Asli madlar hamza yoki sukun tufayli bo'lmagan, 2 harakatdan ko'p cho'zilmaydigan madlar. Tabiiy. Biz o'tganmiz bu narsalarni aslida hammasini.
Faqat endi mana nomlarini bilib chiqyapmiz. Asli madlar demak hamza yoki sukun tufayli bo'lmagan. Endi o'z o'rnidan demak o'z-o'zidan tushuniladiki, far'iy madlar demak shu hamza yoki sukunga yo'liqish tufayli hosil bo'lgan madlar far'iy madlar bo'ladi. Demak, asli madlar hamza yoki sukun tufayli bo'lmagan, oddiy, sodda, far'iy madlar mana shu hamza yoki sukunga yo'liqish tufayli hosil bo'lgan madlar hisoblanadi. Xo'p, asli madda 4 ta deyapti. Tabiiy mad, badal, evaz, kichik sila mad. Bular hozir ko'rib chiqamiz. Demak, far'iy madlar bular 5 ta deyapti. Buni keyingi darsda o'tamiz. Bugun faqat asli madlarni o'tamiz. Keyingi dars inshaalloh far'iy madlarni o'tamiz. Xo'p, asli madlar nima? Demak, tabiiy, badal, evaz, sila deb aytdik yuqorida. Tabiiy mad nima? Tabiiy mad bu demak o'zidan oldin yoki keyin hamza yoki sukun kelmagan maddir deb turib misol bergan. Bu misollar, ya'ni siz o'qidingiz, bu tabiiy madda biz o'tib bo'lganmiz. Nimada? Nurul bayonda qola qilib turib bir bet qilib juda ko'p nimalar so'zlarni o'qidinglar tabiiy mad bilan kelgan. Qola, qila, yaqulu masalan. Oddiy ikki harakat miqdorida cho'ziladigan. Hop, ikki harakat nima? Mana bir harakat deganda bitta barmog'i o'rtacha tezlikka ochish yoki yopish ketadigan vaqtda tushunish kerak deyapti. Ikki harakat degani shu ikkita. Shu 1 2 deyishingizga qancha vaqt ketsa shuncha cho'zasiz degani. Hop, fihima nuhiha va hokazo. Mana shu tabiiy mad. Biz buni o'qidik. Hop, badal mad nima? Mad harfidan oldin hamza kelsa badal mad bo'ladi. Misol mana adama. Adama. O'zimdek olib qarasangiz hamza ham bir harf, to'g'rimi? Hamza ham bir harf. Va fatha ham bir harf. Nima harakat. Buni fatha alifdan oldin nima kelyapti? Fatha kelyapti yoki vovdan oldin domma kelyapti. Yadan oldin mana kasra kelyapti. Hamzani ham bir mad desak, bu o'zi mana tabiiy madimizga tushib ketadi o'zimda olib qaraganda-da. Bir yangilik emas-da. Buni o'qib kelgan, o'qidinglar sizlar masalan, adama qilib o'qidingiz buni siz. Nimada? Nurul bayonda. Prosta biz nimasini bilyapmiz, bu yerda nomlarini bilyapmiz, turlarini bilyapmiz. Va biz aytdikki, mana bu yerda hamza sukun tufayli deganiga buni alohida qilib keltiryapmiz. Yana boshqa bir qoidalar buni ichida kelishi mumkin. Xo'p, tushunishimiz kerak bo'lgani shu oddiy tabiiy madga o'xshab ketadi bu ham. Faqat hamzadan keyin fatha va alif, hamzadan keyin domma, vov, shunga o'xshagan narsalar. Hamzadan keyin kelyapti. Mad harfidan oldin hamza kelyapti. Shunda badal mad bo'ladi. Bu xuddiki mana bunaqa narsaga o'xshaydi, birodarlar. Mana sana deylik 5 yoshli bola. Qarasangiz o'zbek tilida bidir-bidir qilib gaplashadi. Lekin shu bolaga masalan olmosh nima? Ega, kesim nima deb savol bersangiz shu bola javob bera oladimi? Javob bera olmaydi. Lekin vaholanki o'zbek tilida gapiryapti. O'zbek tili qoidalarini bilmaydi lekin. Nimaga? Katta bo'lgandan keyin sekin-sekin ona tilini o'rgangandan keyin sekin-sekin qoidalarni olmosh nima ekan, fe'l nima ekan, degan ot nima ekan, sifat nima ekan degan narsalarni o'rganadi. Vaholanki u 5 yoshligida gapirib yotganda bidir-bidir qilib. Xuddi shunga o'xshaydi. Siz mana bir chiroyli o'qib o'tdingiz, endi shularning ismlarini o'rganyapsiz, qoidalarni o'rganyapsiz. Bu hali yengil tajvid. Chuqur tajvidda buning ichida yana boshqa gaplarni ham o'rganasiz inshaalloh. Alloh taolo o'zi nasib qilsa, agar chuqur tajvid o'qisangiz, buning ichida boshqa gaplarni ham keltirib o'rganib nima qilib chiqasiz. Ya'ni umum oddiy yana. Chuqurlashmaymiz yana. O'sha qola, qanday qolani qanday o'rganib, shu Nurul bayonda qanday o'qib ketgan bo'lsangiz, shu mana hamza oldida hamza kelsa ismi badal ekan. Shu ismini bilib oldingiz. Xuddi o'sha 5 yoshli bola, bu demak fe'l ekan, bu sifat ekan deb bilib olgandek, siz mana bilib oling, bu badal, bu madda ismi badal mad ekan. Hop, evaz mad nima? Evaz mad. Hop, endi fathali tanvin bilan tugagan harfda to'xtalgan paytda mad evaz mad deyiladi. Hop, mana qarang, afuvan, rohiman deb o'qiganmiz shu paytgacha, to'g'rimi shuni? Mana rohiman, mana shu so'zni olaylik. Rohiman. Men aytgandimki, fathali tanvin o'zidan keyin anaqa bitta alif ziyoda nima qiladi, talab qiladi. Rohimandan keyin bitta alif qo'yish kerak. Rohimindan keyin nimadir qo'ymaysiz, rohimundan keyin nimadir qo'ymaysiz, lekin rohimandan keyin mana shunaqa bitta alif qo'yasiz. Endi shu yerda vaqf qilganingizda, vaqf degani to'xtash, buni tajvid darslarimizning oxirida o'tamiz inshaalloh. To'xtaganingizda shu yerda rohiman deb to'xtamoqchi bo'lsangiz, undan keyin bitta so'z aytmoqchi emassiz, shu yerda to'xtamoqchisiz. To'xtashlik vaqf deyiladi. To'xtamoqchisiz. To'xtaganingizda shu mad qilib to'xtaysiz, rohima qilib. Buni sheriklari bilan aytsam, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Masalan, rohimun bo'lganda to'xtamoqchi bo'lsangiz, rohim deb to'xtardingiz. Rohimun deb yozilgan bo'lsa, to'xtamoqchi bo'lsangiz, rohim deb to'xtaysiz. Rohimin bo'lsa, to'xtamoqchi bo'lsangiz, rohim deb to'xtaysiz. Lekin rohiman bo'lsa, to'xtamoqchi bo'lsangiz, rohima deb to'xtaysiz. Farqini tushundingizmi? Yana uni qaytaraman, qarang. Rohimun bo'lsa, ustida dommali tanvin kelsa, rohimun. To'xtamoqchi bo'lsangiz, rohim deb to'xtaysiz. Tushunarli? Rohimin bo'lsa, tanvin
kasrali tanvin bo'lsa, rahimin bo'lsa, rahim deb to'xtaysiz. Lekin rahiman bo'lsa, rahima deb mana bu alifni bitta mad qilib ziyoda qilib o'qiysiz. Bu evaz mad deyiladi. Tushunarli? Evaz mad ham 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Faqat vaqfda, ya'ni o'qib kelib to'xtamoqchi bo'lsangiz, bu vaqf qilinadi. O'tib ketmoqchi bo'lsangiz, o'sha tanvinmi, tanvinga tegishli qoidalar bilan keyingi harfga ulab ketaverasiz. O'tib ketmoqchi bo'lsangiz, o'zidan keyin kelsa, o'tgan darsda o'tgan tanvinga oid qoidalarni qo'llab, masalan, bo'lishi mumkin. Hamidan, masalan, hamidan, undan keyin mana ayn kelsa, masalan, aliman bo'lsa, hamidan aliman deb o'qib ketaverasiz, masalan. Hamidan qilib turib nunni bildirib, chunki aynga kelganda nima qilish kerak? Izhor qilinishi kerak. Shunaqa o'qib ketaverasiz. To'xtamoqchi bo'lsangiz, hamida, alima, ha? Va hokazo. Menimcha inshaalloh tushunarli bo'ldi. Va sila mad uchinchi shaxs muzakkar birlik olmoshining cho'zilishiga xosdir. U ikki qismga bo'linadi. Endi siz uchinchi shaxs nima, muzakkar nima, birlik olmosh nima, ularga to'xtalmaysiz. Nima qilmang, boshingizni qotirmang ularga. Sizlar mana shunaqa bunaqa belgichalar. Biz buni ham o'qidik aytganimdek. Sizlar buni ham o'qib o'sha bu narsalarni bilib bo'ldinglar Nurul bayonda. Faqat mana nomlarini bilib olinglar. Mana shu sila mad deylar ekan. Ikki xil bo'lar ekan. Kichik sila olmoshdan keyin hamza kelmasa, kichik sila mad bo'lar. Oddiy o'qilaman. Lahu deb o'qidinglar-ku. Lahu ma fi. O'sha oddiy. Endi shundan keyin hamza kelib qolsa, bu katta sila mad bo'ladi-da. Bundan keyin mana shu vovchamizdan keyin, mana bunaqa belgichamizdan keyin hamza kelib qolsa, bu katta sila mad bo'ladi-da, bunda cho'zish ko'proq bo'ladi. Bu o'sha ikki harakat emas, o'sha bu far'iy madga kirib ketadi. Buni keyingi darsda menimcha bersa kerak, o'shanda o'tamiz. Far'iy madga kirib ketadi bu. Ko'proq cho'zasiz. Ikki harakatdan ko'proq cho'zasiz. Bu oddiyda ikki harakat, oddiy yuqorida madlarimiz oddiy cho'zganda qanaqa cho'zgan bo'lsa, shunaqa ikki harakat miqdorida sila cho'ziladi, kichkinasi. Evaz mad ham ikki harakat miqdorida cho'ziladi, badal mad ham ikki harakat cho'ziladi, tabiiy mad ham ikki harakat cho'ziladi. Menimcha inshaalloh tushunarli bo'ldi. Bugun sizlar bilan mad turlaridan asli madlarni o'tdik. Shu yerda to'xtaymiz. Keyingi darsda inshaalloh far'iy madlardan davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.